Xo'p do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Xo'p. Bugun Atas terminalini sizlarga obzor qilib, uстановка qilib ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p. Men qiziqib YouTube qaradim. Umuman o'zbek kontentida umuman Atas haqida tayinli ma'lumot yo'q. Hammasi oldi qochdi gaplar. Umuman o'zi объемный analizda menimcha tayinli ma'lumot yo'q. O'zbek auditoriyasida hamma yoq o'sha konsepsiyalar bo'lyapti. Shuning uchun bitta to'liq hamma o'sha объемный analizga kerak bo'ladigan hamma instrumentlar ular haqida darsliklar qo'yib borishga harakat qilaman. Ishda odamlarga manfaatli bo'lishligi uchun. Endi boshqa tillarda, masalan, ingliz tilida, rus tilida ma'lumotlar ko'p-ku, o'zbek kontentida объемный analiz haqida umuman men ko'rmadim. Bor ham bitta PDF rasmga qarab folochi bergan videoda chiqdi. Ba'zi treyderlar rasmlarga qarab bunaqa bo'ladi degan narsalar. O'shaning uchun inshaalloh объемный analiz o'zi darslar qo'yib boraman. Kanalimda подписка qilmaganlar подписаться qilib, mana bu yerda звонокчani bosib qo'ysanglar, yangi videolar chiqqanda xabardor bo'lib turasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, bitta darslar qo'yib boraman. Xo'p, bugun Atas haqida bo'ladi. Atas основной o'sha объемный analizda ishlatiladigan terminallardan bittasi. Men o'zim Tiger ishlataman. Ya'ni Tiger Trade bilasizlar, darslikni ham qo'yganman. Atasdan ham foydalanganman oldin, lekin unchalik, ya'ni Tigerchalik menga qulaylik bermaganligi uchun bu narsani tashlab qo'ydim. Mana bugun o'sha ultra podpiskasini sotib oldim. Mana bunisini endi настройка qilib ko'rsataman. Xo'p, birinchi Atas saytiga kirib registratsiyadan o'tib olishingiz kerak. Ya'ni обычный registratsiya, o'sha pochta, ism, familiya shu. Undan keyin sotib olasizlar, ya'ni o'sha tarifini narxlari bor. Oldin bесплатный periodi ham bor edi. Uni pulli qilib qo'yishdi, ya'ni mana bu periodda o'sha 14 kun adashmasam ishlab berardi o'sha полный funksiyonalnost. Hozir endi zadержка shunaqa narsalar buni ham pulli qilib qo'ydi. Yo pro olishingiz kerak yoki ultra olishingiz kerak. To'liq funksiyada ishlashligi uchun. Endi biz ko'proq order flow bilan, ya'ni footprintlar bilan ishlaymiz. Bizga prosidan boshqasi bo'lmaydi, plus ham bo'lmaydi. Xo'p, lifetime $2000 ekan, ultrasi ya'ni full ishlaydigani, prosi 1800. Oylik $89 va yilligi o'sha $600 atrofida tushadi. Xo'p, men bu platformani partnyorsasi ham bor ekan, ya'ni bundan menga bilmayman qanaqa foyda bormi yo'qmi, lekin sizlarga skidka beradi. Ya'ni agar mana shu linkimni men qoldiraman videoning tagida, mana shu Chem Atasni o'ziga kirib покупка qilgandan ko'ra mana shu link orqali qilsanglar, sizlarga skidka bor. 7%, 10% shunaqa atrofida. Menga ham bilmadim, balkim tushar, balkim tushmas. Qanaqadir foiz tushishligi mumkin. Misol uchun $40 ga, $50 ga yoki $80 ga sotib olsanglar, $8 mi, $7 tushishligi mumkin. Endi bu ham o'zingizga skidka, ham menga ham kichkina summa tushar ekan. Balkim bilmadim. Xo'p, buni linkini qoldiraman. Videoning ostida o'tib registratsiya qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. O'sha nima, как бы tarif o'sha o'zingizga kerakli tarifni olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ultra pro xohlaysizlarmi, xohlasanglar 3 oyga, xohlasanglar VIP olsanglar ham bo'ladi. Endi men hozir ishlatib ko'rib, balki menga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyin VIP versiyasini olishga harakat qilamiz. Xo'p, endi qaranglar. Registratsiya qilganingizdan keyin обычно bitta klik bilan registratsiya qilasizlar. Google bilan kirib ketsanglar ham o'sha registratsiyaga kiradi. Endi uni mayda-chuyda tushuntirib o'tirmayman. Menimcha har odam qila olsa kerak. Xo'p, tarif tanlaysiz. Misol uchun bir oyga o'sha ultra tarif оплатить qilasizda. O'sha ism, familiya, kerakli ma'lumotlar, подтвердить и оплата kartoy qilasizlar. Все.
va to'lov bo'limiga o'tadi. To'lov bo'limidan o'sha karta данный, ism, familiya, nomer karta, o'sha kartani ma'lumotlarni kiritib oplatit qilsangiz bo'ldi. Sразу pul yechiladi. И все, sizga mana shunaqa ultra litsenziya beriladi. Mana bu holatdagi litsenziya. Xo'p, undan keyin registratsiya qilingan pochta va parolingiz bilan Atas platformasiga kirasiz. Ko'chirib olish Atasni mana bu tepadagi download Atas qilsanglar, загрузка bo'ladi. Перестановка qiladigan bo'lsanglar, переустановить. Mana bu значок рабочий stolingizda chiqadi. Undan keyin ochamiz, registratsiyadan o'tgan loginimizni va parolimizni yozamiz va подключить tugmasini bosamiz. Xo'p, menda biroz настройка qildim, buni o'chirib tashlab, boshqatdan noldan sizlarga ko'rsataman. Xo'p, hamma ochiq oknolarni o'chirib tashlasangiz, mana shu holatda qoladi. Undan keyin nima qilamiz? Новый chart qo'shishligimiz kerak. Undan oldin qaranglar. Mana bu joyda подключение degan joyidan biz поставщик данныйlarni ulab olishligimiz kerak. Mana bular Atasda turadi. Mana bu ikkitasi 15 minut задержка bilan ko'rsatadi. Kriptalar bular вовремя ko'rsatadi, ya'ni сразу translyatsiya qiladi. Mana Redmik ulaganman men. Redmik ulashlik o'sha добавить qilasizlar. Kerakli поставщик данныйni kiritasizlar. Ya'ni men misol uchun Redmikni tanlaysizlar. Mana bu joyga login, mana bu joyga parol, bu server paper trading bo'ladi. Gatovani bossanglar, mana bu holatda chiqadi va mana bunaqa yashil statusda bo'lishligi kerak. Ya'ni подключен bo'lib turishligi kerak. Redmikni o'zini saytidan Redmik haqida juda ko'p video qilganman. Keyin oldingi videolardan ko'rsanglar ham bo'ladi yoki bo'lim to'lsa orqali qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi Redmik данныйni подключениyaga kirgizib, mana shunaqa подключенный holatda bo'lsa, undan keyin birinchi qiladigan ishimiz bu watchlist. Watchlist nima? Bu biz ishlaydigan instrumentlar. Misol uchun Nasdaq, Gold, Euro, Bitcoin misol uchun kerakli instrumentlarni OK qiladigan bo'lsak, bizda mana shu holatda watchlistimiz chiqadi. Endi buni bir chetga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana bu stranitsani mishka bilan ko'tarsanglar, mana bunaqa strelka chiqadi. Buni mana bu chetga qo'yib qo'yishligimiz kerak. Hozir bitta o'zi turganligi uchun umumiy ekranda ochildi. Xo'p, keyingisi, misol uchun Goldni kotirovkasini ochamiz va bir tarafga qo'yamiz. Qaranglar, bu joyda watchlistimiz, bu joyda Gold uchun grafik ochildi va yana bitta chart ochsak bo'ladi. Men ya'ni o'zimni настройкамni sizlarga tushuntiraman. O'zingizlar ham yana qo'shimcha o'zingizlarga qulay qilib настройка qilsanglar bo'ladi. Xo'p, yana Goldni ochamiz. Endi buni nima qilamiz? O'rtaga joylashtiramiz. Watchlistni chetroqga surib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Ikkita grafik ochildi. Grafikda o'zini настройкалari bor. Misol uchun order flow'da ishlasanglar yoki boshqa yo'nalishlarda ishlasanglar, tayyor shablonlar ham bor. Shablonlarni ko'rishlik uchun mana bu menyuni bosasizlarda, настройкаga o'tsanglar, bu joyda ba'zi shablonlar va mana bu snapshot degan joylarda bir nechta shablonlar bor. Misol uchun liquidity map bosadigan bo'lsak, bizga xuddi bookmapga o'xshagan tiplovaya karta ochiladi. Buni hozir men настройкalarini tushuntiraman. Ya'ni o'zim ishlaydigandek qilib настройкalarini tushuntiraman. Xo'p, ikkinchi tomonga men ruchnoy настройка qilaman. Menga shablondagilar unchalik ma'qul bo'lmadi. O'zimga yoqqanini настройка qilib olaman. Mana bunaqa har xil o'sha klaster bo'yicha o'zi tayyor shablonlar ham bor. Agar sizlarga bu ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ishlasanglar ham bo'ladi. Xo'p, men o'zim qanaqa настройка qilaman, o'sha narsani hozir sizlarga
ko'rsatib beraman. Birinchisi heatmapni ishlaydiganlar uchun heatmapni anaqa nastroyka qilamiz. Mana shu narsani to'g'rilab olamiz. Xo'p, bizga shablondan liquidity map, hop, scalping DOM. Hop, обычный cluster chartni загрузка qilamiz va bunga DOM qo'shamiz. Hop, keraksiz yoki qo'shimcha indikatorlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu indikator bo'limidan qilib olasiz. Menga klassik cluster statistik kerak emas, VWAP kerak emas, faqat dep market qolsa bo'ladi. Xo'p, bunga DOM levelsni qo'shamiz. Ya'ni bu heatmap bo'ladi bizga. Heatmap. Endi qaranglar, mana bu biz uchun teplовая karta, ya'ni orderlar kartasi. Endi buni ranglarini mana bu joydan o'zingizga yoqadigan, o'zingizga qulay rang qilib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Qanchalik sizga qulay bo'lsa, o'zingizga yoqimli ranglar bilan olsangiz bo'ladi. Qaranglar, verxnya отсечка deyapti. Bu o'sha order bookdagi, o'sha heatmapdagi orderlarni nima qiladi? Quyuq joylashgan ob'yomlarni rangini qalinlashtiradi. Va pastdagisi bu kontrast. Ya'ni agar siz kontrastni 0 qiladigan bo'lsangiz yoki kamaytiradigan bo'lsangiz, kichik ob'yomlar fon orqasiga o'tadi, ya'ni sizga ko'rinmaydi, xalaqit bermaydi, faqat katta ob'yomlar bizda palosa bo'lib turadi. Mana shu holatda. Xo'p, o'zingizga ma'qul, o'zingizga qulay holatda qilib olishligingiz kerak. Ya'ni bu joyda qo'shimcha filtrlar bor. Misol uchun qanchadir ob'yomni aytaylik, 500 ta ob'yomdan yuqorisini filtrlab qo'ysangiz bo'ladi. Kichik ob'yomni ko'rinmaydi. U narsalar men o'zim ishlatmayman. O'zingiz mana shu joydagi filtrlardan qolsangiz bo'ladi. Va alertlar bor, ya'ni katta ob'yomlar heatmapga qo'yiladigan bo'lsa, sizga signal beradigan funksiyalari bor. Xo'p, endi heatmapdan bizga boshqa, ya'ni men ishlatadigan boshqa narsa ko'rmayapman. Xo'p, liquidity map bu o'sha imенно bookmap ko'rinishidagi holati. Buni ham o'sha nastroykasini biz o'zimizga moslab olishligimiz mumkin. Ranglarini, o'sha polosalarni bu yerda ham xuddi shu holatda nastroyka qilinadi. Bu tayyor shablon sizga teplовая karta bo'yicha, misol uchun teplовая karta bo'yicha nastroyka qilsangiz bo'ladi yoki delta bo'yicha qilsangiz bo'ladi yoki splashnoy holatda to'liq ob'yomlar bilan teplовая karta по delta. Xo'p, endi qaranglar. Bu o'zi nima uchun ishlatilinadi? Qisqacha tushuntirib ketaman. Misol uchun bizda xo'p. Mana bu shablon menga kerak edi. Qaranglar. One chart liquidity map, ya'ni bizga ayni o'sha xuddi bookmapdagi ko'rinishga olib kelib beradi. Buni o'sha nastroyka qilib olamiz. Buni nima uchun ishlatsa bo'ladi? Mana qisqacha tushuntirib ketaman. Misol uchun buni avval nastroyka qilib olamiz. Xo'p. Indicators bo'limiga kiramiz. DOM levelsga o'tib, kontrast biroz yuqori qilib, kontrastni tushiramiz. Mana bizga krupniy zaявкалар ko'proq kerak bo'ladi. Krupniy zaявкалар. Buni qanday ishlatishlikni men hozir tushuntiraman. Qanaqa holatda ishlatishlikni, nima uchun ishlatishlikni. Mana demak, bizda heatmapdagi muhim zonalar ko'rindi. Bunga bitta indikator qo'shamiz, ya'ni depth of market qo'shamiz. Depth of market. Qaranglar, depth of market qo'shadigan bo'lsak, mana stakandagi qaysi narxda
qaysi ob'yomlar, qancha ob'yomlar turganligini ko'rinadi. Endi bu heatmap bilan qo'shilib nima bo'ladi? Heatmapda bu narsa palasa bo'ladi va biz stakanda ham o'sha xuddi o'sha ob'yomlar turganligini ko'rishligimiz mumkin. Hozir sekundlik time frame'da turibdi. 1 sekundlik. Buni 5 minutlik time frame'ga qo'ysak ham bo'ladi. Agar 5 minutlik time frame'ga qo'yadigan bo'lsak, kattaroq diapazondagi ob'yomlar ko'rinadi. Misol uchun mana hozir oltinda 4030 narxida katta ob'yom va 4000 narxida nisbatan kattaroq ob'yomlar turibdi. Ya'ni muhim o'rinlar hisoblanadi bular. Xo'p, bu heatmapdan qanaqa foydalanishlik mumkin? O'zingizni strategiyangiz bo'yicha foydalanishligingiz mumkin. Misol uchun entry zonangizda heatmap bo'ladigan bo'lsa, imенно o'sha zonaning svet bo'lishligidan bozorga, ya'ni bozor ispaniyat qilishligidan kirishligingiz mumkin. Misol uchun menda допустим mana shu joyda zona bo'ladigan bo'lsa, mana bu diapazonda zona bo'ladigan bo'lsa, qarang. Mana shu diapazonda zona bo'ladigan bo'lsa va bu joyda heatmap ham bo'lsa, narx borganda imенно mana shu ob'yomlarga uriladigan bo'lsa, narx откат bo'lishligi mumkin, отскок bo'lishligi mumkin yoki proboy qilsa yana narx keyingi tepadagi heatmaplarga ketishligi mumkin. Mana shu narsada sizga filtr bo'lishligi mumkin. Endi bu strategiyaga kirishmaymiz. Heatmap uchun foydalanishlik yo'lini aytayman. Demak, men aslan footprintda ishlayman. Menga aslan footprintga ko'proq fokusim qaratilgan. Heatmap men uchun qo'shimcha filtr yoki bozordagi targetlarni ko'rishlik uchun, narxni qaysi tarafga yo'nalishini ko'rishlik uchun. Xo'p, endi qaranglar. Klaster bo'limi bunda biroz Tigerga nisbatan professionalroq hisoblanadi. Bunda juda ham ko'p qo'shimcha instrumentlar juda ko'p. Xo'p, mana bu deb market. Mana bu narsalar bizga kerak emas. Xo'p, bar timer qolsa bo'ladi. Endi indikator bo'limiga o'tsak, qaranglar. Bizga nima kerak? Men ko'proq ikkita deltaga qarayman. Bu delta bar. Mana delta barni qo'shdim va CVDga, ya'ni kumulyativ deltaga qarayman. Ikkita instrumentdan foydalanaman, ikkita indikatordan bozordagi направление, bozordagi bosimni aniqlash uchun. Xo'p, endi indikatordan deltani biroz настройка qilib olamiz. Deltani biz switch emas, histogrammaga qo'yamiz. Ya'ni mana bu holatda bo'ldi. Sвернутый qilsak ham bo'ladi. Ya'ni stalbiklar bir qator bo'lib turadi. 0 уровень qo'yilmasdan, ya'ni 0 dan past, 0 dan tepa bo'lmasdan bir qator уровень. Farqi yo'q. Ikkalasini ham agar o'qishni bilsangiz, qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, kumulyativ endi bu настройкасы shart emas, ya'ni bizga asosiy bu направление beradi, kunlik umumiy bosimni. Xo'p, CVD haqida ham keyinchalik xudo xolisa sizlarga darslik qilib beraman. Delta haqida ham, CVD haqida ham. Endi do'stlar, qarang, uzoqlashtiradigan bo'lsak, grafik switchnoy ko'rinishga yaqinlashtiradigan bo'lsak, klaster ko'rinishga o'tadi. Endi klasterni o'zini ham biroz настройкалаш kerak, chunki bu holatda biz informatsiya ko'rmayapmiz, faqat histogramma ko'ryapmiz. Grafikni o'ziga настройкasiga o'tasiz va настройка klaster bo'limida hamma bizga kerakli настройкалар mavjud. Endi klasterlarni ranglari muhim, ya'ni содержимый menda объем, ya'ni объем bilan ishlataman, rejim delta profile va световая схема, тепловая karta по объемga qo'yaman. Bu nimani bildiradi? Mana shu настройка nimani bildiradi? Bu joyda qaranglar. Tigerdan farqi bu joyda, misol uchun mana bu liquidity mapda, ya'ni heat mapdagi qaysi narxlarda ko'proq объемni agar ya'ni исполнять qilgan bo'lsa, ko'proq объем kirgan bo'lsa, o'sha ranglar bilan ajraladi. Misol uchun mana bu diapazonda, mana shu ikkita narx ichida, ya'ni ikkita narx ichida ko'proq bizda объем, ya'ni bozordagi накопленияni ko'rsatadi. Hozir mana heatmapda palasalar paydo bo'lib yo'qolyapti. Ya'ni narx mana bu joyga kelib urilsa, bu объемni bozor oladigan bo'lsa, bu klasterlarda bizga nima bo'ladi? Mana bunaqa rangli ko'rinishga o'tadi. Ko'proq объемni qayerda bozor
yutayotgan bo'lsa, klasterlarda ko'rinadi. Bu ya'ni qo'shimcha bizga klasterning informatsiya beradi, qaysi zonalarda ko'proq ishlaganligini. Endi misol uchun bugungi mana bayga kirgan, oltinda bayga narx uchib ketgan zona, mana shu zona. Endi mana shu joyda avval absorpsiya bo'lgan, ya'ni xuddi shunaqa mana shunaqa palasalarni, qalin palasalarni bozor bajargan va bu juda ham zo'r entry berdi. Mana Telegramda ham shu kirgan joyim tashlab qo'yganman, mana ko'rgan bo'lsanglar. Ya'ni bu mana shunaqa informatsiya beradi. Bizga kirish tochkalarini aniqlashda qo'shimcha filtr bo'ladi. Va hozir ham bu zona bozor fletga tushdi. Bu zonada ya'ni absorpsiya holati bor. Mana deltalarga qarasak, agressivsiya, lekin narx yurmayapti. Bu tepaga proboy qiladigan bo'lsa, bu zona demand zonaga aylanadi. Ya'ni endi bu strategiyalar, bugungidan strategiya emas, strategiyalarni endi o'zinglar o'rgangan strategiyalar bo'yicha mana shu informatsiyalardan foydalanasizlar. Xo'p, undan keyin yana terminalda juda ham ko'p funksiya. Buni agar soatlab ko'rsatishlik mumkin. Misol uchun Smart Tab. Smart Tab nima? Bu bizga lenta vazifasini beradi. Ya'ni bozorga kirayotgan bid ask объемlar, ya'ni o'sha stakanda bajarilayotgan объемlar. Endi lentadan kimdir foydalanadi, hech nima foydalanmayman, ya'ni buni funksiya sifatida ko'rsatyapman. Xo'p, undan keyin DOM bor, ya'ni bizda stakanni o'zi bor. Stakanni o'zidan ham hali men buni ham inshaalloh vaqtimizga qarab bu haqida ham darslik qilaman. Buni scalping uchun ishlatsangiz bo'ladi. Stakanga qo'yilgan объемlar bo'yicha proboydan yoki отскокdan kichik pipslar ishlashlik uchun ishlatsa bo'ladi. Buni ham shablonlari bor. O'zingizlarga o'sha qulay shablonlarga qo'yib ishlasanglar bo'ladi. Qayerda ko'pniroq stakanga qo'yilgan объем, qayerda qo'yilmagan. Mana shu holatda bu funksiyalari ham bor. Xo'p, xullas do'stlar, Atas o'zi professionalroq terminal Chem Tigerga nisbatan, lekin biroz sложность, ya'ni qiyinligi borligi uchun men ko'proq Tigerdan foydalanaman. Boshqalarga tushuntirishlik uchun ham, o'zim savdo qilishligim uchun ham komfortliroq bo'lgani uchun Tigerdan foydalanaman, lekin Atas ham zo'r terminal. Bizga juda ko'p informatsiyalar berishligi mumkin. Yana bunga bir nechta funksiyalar qo'shilgan ekan. Misol uchun agregirованный сделки degan narsalar bor. Ya'ni bir nechta объемlarni bitta joyda to'planib savdoga kirishligi. Bu narsalar ham xudo xolasa keyingi videolarda qo'yib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, Atasni o'zim ishlaydigan nastroykam shu, xizmat bo'yicha palasalarni chap tarafga, klasterlarni o'ng tarafga qo'yib savdo qilaman. Endi qaranglar, hitmapda misol uchun mana bu shariklarga e'tibor beringlar. Bu yerda misol uchun raqamlar bilan ko'rsatadi, xuddi bookmapga o'xshab. Misol uchun 131 lot savdo bo'lgan buy yoki mana bu joyda sell. Ya'ni bu ham sizga как zona bu beradi. Bu joyda misol uchun narx imini mana shu joyda 131 lot buy bo'lgan. Mana qarasanglar, yana stakanga объем qo'yilgan. Narx keladigan bo'lsa, yana отскок bo'lishligi mumkin. Mana shu o'rinlarda do'stlar foydalansanglar bo'ladi. Endi любой treyderga maslahatim объемni analizini chuqurroq o'rganishga harakat qilinglar, agar sizlarga natija kerak bo'lsa. Endi u liniya tortishlar, Fibonacci tortishlar, bunga o'xshagan narsalar o'sha effekt yo'qligi sabab ko'plab treyderlar объемni analizga o'tib ketmoqda. Men bu umuman avvalgi 2021 dan beri kuzatadiganlar biladi. Keyinchalik baribir normal treyderlar hammasi объемni analizga o'tadi deganman. Chunki bozorni объем boshqaradi. объемni o'rganmasdan treyder bo'la olmaysiz. Ya'ni sizga mana bunaqa oddiy chartlar, svechalar to'g'ri ishlab berishligi mumkin, lekin maksimal filtrlash uchun zonalarni qaysilari to'g'ri ishlaydi, qaysilari to'g'ri ishlamaydi, bozorning umumiy mexanikasini, xarakterini o'rganishlik uchun baribir sizga объемni analizni o'rganish kerak bo'ladi, agar yaxshi treyder bo'lish niyatingiz bo'lsa. Bo'lmasa,
Fibonacci tortib, ya'ni tushunmasdan savdo qilib bekorga vaqtingiz ketishligi mumkin. Umuman avioniy analizni o'rganishlik Fibonacci tortsangiz ham kerak bo'ladi, chunki qaysi zonalar sizda ishlaydi, qaysilari ishlamaydi filtrlash uchun, ya'ni baribir sizga bu narsa foydangizga xizmat qiladi. Xo'p do'stlar, bugungi Atas haqidagi videomiz shu. Bu Atas haqida yana videolar qilaman hali. Qanaqadir fishkalari, qanaqadir yana qo'shimcha nastroykalari, shu narsalar haqida yana videolar qilishga harakat qilaman. Kanalga kim podpisatsiya qilmagan bo'lsa, podpiska bosib qo'yinglar. Va keyingi darslar nimalar haqida bo'lishligi haqida ham kommentariyalarda yozib qoldirsanglar, qo'limdan kelgancha sizlarga mana shu platformalarni o'rgatishlikka harakat qilaman. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.